Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi tekshiruvimizda Volkswagen ID4 Cross Pro 2023-yil. Mashina 4036 km yurgan, lekin kapot, qanot, ikkita eshik almashgan, yenga qo'yilgan. Orqa qanoti sepilgan, shpaklevka bilan. Hop. Chistoykalari, paroglari sepilgan. Orqa bagaji ham sepilgan. Bu tarafda orqa qanot, ikkita eshik toza. Oldi qanoti ham sepilgan. 4036 km yurgan. Xudo xolasa o'ziniki. Polni elektron diagnostika qildik. Million xil ошибкалari chiqdi. Chunki faralari yechilgan, yenga qo'yilgan, eshiklari yechilgan, elektronikada ошибкалari ko'p edi. Ularni sbroz berib adaptatsiya qildik. Hozir ошибкалari yo'q. Mana shu yerdan emas, shu ichidan yechilgan. Mana boltani qarasanglar, yechilgan ko'rinyapti. Plasma zagrushkasi yo'q. Uni обязательно qo'yib yuborish kerak.